Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli darvozamizda Farg'ona viloyati Furqat tumaniga olib kelib ustanovka qilib oldik. Eniga 3.10, bo'yiga 3.30 razmerga o'rnagan bu darvozamiz 10 million so'mga olib kelib ustanovka qilib berdi. Juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi. Mana qirg'oqlari ham plotniy bo'lib juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Kraskalari malochniy kraska sepildi. Devo kraska, xudo xohlasa. Kraskalarga ham garantiya. Stoykalari 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Ikki oyog'ini tagiga shiviller bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena. Listlari 1,8 lik listda bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 1 million so'mga kelib ustanovka qilib berdik. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Xudo xolasa orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, sizimsiz. Zamoqlari har doim o'rnatilgan zamok. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Orqa holatlari, orqalari ham mana tekis plotniy bo'lib chiroyli chiqdi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovkalar mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaring, keyingi videolarimizni ham xudo xohlasa bemalol tomosha qilishlaring mumkin. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib boramiz. Xudo xohlasa doim kuzatib boringlar. Hurmatli aka-ukalar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.